Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Telegramda axloqsiz va bolalar ishtirokidagi pornografik mahsulotlarni tarqatib berayotgan yana bir shaxs aniqlandi. 442 nafar foydalanuvchilarga ega bo'lgan va har qanday aqli raso insonning nafratiga sabab bo'luvchi ushbu sahifa orqali 403 ta turli ko'rinishdagi bolalar pornografik materiallari tarqatib kelingan. Qiziqish bilan Telegram kanalda pornografiya mavzudagi videolarga qo'shilib qolgan sababli o'zim ham shunaqa kanal ochib turli xil pornografiya mavzudagi videolar bor edi. Yoshi katta, yoshi kichkina. Qilgan ishimdan pushaymonman, yoshlarga maslahat bermayman. Har xil narsaga qiziqavermanglar. Achinarlisi shuki, manqurtlarcha kirishilayotgan bu razolatli ishlar ortidan pul topayotganlar, yanada pastkashlikka borib bu qilmishlarni rag'batlantirib, ularga pul to'layotganlarning borligi bu qonunbuzarliklarga qarshi har tomonlama keskin kurashni talab etmoqda. Qo'lga olingan shaxslardan yana biri 2004-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan yigit Telegram messenjerda 4 ta anonim akkauntlar orqali qizlar nomidan 6 ta kanal ochgan. Jami 3750 ta pornografik materiallarni joylashtirib, bank kartalari va abonent raqamlaridan foydalangan holda kanallarni sotish orqali tarqatib kelgan. Shu bilan birga ushbu qabih va jirkanch ishlari orqali ijtimoiy tarmoqlarda voyaga yetmagan shaxslar tasvirlangan pornografik materiallarni 837 nafar shaxslarga sotib, jami 29,2 million so'm noqonuniy daromad topganligi ma'lum bo'ldi. Men Telegramda nomli kanal ochib, bu kanalga pornografik videolar joylab borganman. U videolar orasida voyaga yetmagan shaxslarning ham videolari bo'lgan. Men qilgan ishimdan afsusdaman. Bu ish jinoyat ekanligidan xabarim bo'lmagan. Bu ishni boshqa takrorlamaslikka va'da beraman. Qilgan ishimdan afsusdaman, kechirim so'rayman. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 130-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xuddi shuningdek, yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.